doim koreys ayollarning yuziga havasimiz kelgan. Bizda ham Isuzu seriyasi bor, koreyskiy seriyamizdan bittasi. Qizlar, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ertalab penkasda yuzinglarni yuvarishingiz kerak. Yuzinglarni polni tozalab beradi. Yoki haftada 2 marta enzimная pudra bor. Buni bemalol yuzingizni shunday yuvilasiz, srazu yuvib tashlaysiz. Qotib qolishi kerak emas, srazu bunday qilasiz. Yuzingizni yengil piling qilib beradi. Soch yog'lanib ketadiganlar uchun shampuniga qo'shib turib ishqalavasa, bosh yog'lanishini kamaytirib beradi. Xo'p, keyingisi. Agar siz makiyaj qilgan bo'lsangiz, makiyajingizni yaxshilab, polni yuzingizni poralarini yopilib qolmasligi uchun bunaqa maslamiz bor. Spesial gidrofilimli masla. Bunda yuzingizni yuvasiz, tiniq bo'ladi va yuzlaringizni tozalab beradi. Haftada 2 marta bu maskamiz. Bu hit продажа bo'lgan maskalarimizda kollagenli, yuzga surgangizdagi ko'chirib chiqaradigan nakleykali ko'z atrofingizga pachiylar, ajinlarni ketkazadi. Aloyli kremimiz va gel skatka yuz uchun. Shu naborlarni